O'sha? Bu aka. Qishdan xuddi shunaqangi asfalt chiqadimi chiroyli bo'lib? Bobur aka. Agar yaxshi sifatli asfalt oladigan bo'lsangiz, qishda ham, yozda ham o'sha bir xil bosiladigan asfaltimiz bor. Bu mayin bo'ladi hamda zakasini chiqadigan xonadonlar uchun mayin asfaltlarimizdan qilib beramiz. Qishda ham bossa bo'ladi, sovuqda ham, yomg'irda ham bossa bo'laveradigan asfaltlardan Vodiy Toshkent Samarqand bo'ylab qilib beramiz. Joyini o'zimiz qo'shib olib kiramiz. Dasbga qilinmagan bo'lsa, neuruin bo'lgan bo'lsa uylaring o'zimiz chiroyli qilib Farg'ona asfalt jamoasi inshaalloh shunaqangi mayin asfaltlardan qilib beramiz. Iloji bo'ladigan bo'lsa, dasbkalaringni ham o'zimiz chiroyli holatda qilib beramiz. Dastlabki xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Obunachilar, ko'rayotganingizda shunaqangi 5 santimetrlik hidi chiqadigan asfaltdan olib kelmaymiz. Muhimi arzon asfalt ishlatmaymiz. Farg'ona asfalt jamoasini bilasiz. O'zbekistonda hamda O'rta Osiyoda yagona hisoblangan Farg'ona asfalt jamoasi bo'ladi. Agar videolarimizni ko'rib boradigan bo'lsangiz, YouTube, Instagram, TikTok, Like, Facebook muhimi har birida bormiz. Biz bloger emasmiz, lekin kunlik qilinayotgan ishlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Obuna bo'lib, yaqinlarga hamda andijonlik, asakali tanishingizga bu video tashlab bersangiz, kvadratlar o'zi nech pul bo'lyapti, o'shanbe nima xizmatlar kiradi deganlarga joyini, dastavkasini hamda sizga 1 yillik garantiya qog'ozini beradigan bu Farg'ona asfalt jamoasi bo'ladi. Hozirgi kunda 1 kvadrat tayyor bo'lish asfalt narximiz 70 mingdan boshlab 80 ming so'mgacha oz ko'pligiga qarab qilib beramiz. Obuna bo'lib, yaqinlarga asfalt qildirmoqchi bo'lgan, qishda ham asfalt bo'lsa bo'ladimi degan tanishingizga bu video tashlab berish.